Masturbatsiya 5ga 1 yoki o'zini qo'li bilan bo'shatish zarari bormi yo'qmi? Zarari juda ham ko'p, foydasi kamroq, lekin islomda mumkin emas o'zini qo'li bilan bo'shatish. Keyin zarar tomonlari meditsinada 1 oyda 1 marta, 1,5 oyda 1 marta bo'shatish mumkin. Chunki bo'shatmaganingizdan keyin nima bo'ladi? Asosan zastoyni prostatit hosil bo'ladi. Qon aylanish prostata bezida kam bo'lgandan keyin asosda prostata bezi shishadi. Mana shu uchun 1 oyda 1,5 oyda 1 marta bo'shatib tursangiz bo'ladi. Zarar tomonlari ko'p. Mana hozir yoshlar nima qilyapti? Porno ko'p tomosha qilyapti. Yandex Google'ga kirsa hamma videolar chiqyapti. Har xildan chiqadi. O'shani ko'p tomosha qilyapti. Psixologik, emotsional omuqda bo'lib qolgan, o'rganib qolgan. O'shani ko'rmasa bo'lmaydi. Har kun ko'rib, o'sha qo'li bilan bo'shatyapti. Asosan nima zarari bor? Bolalar bor, qon kerishlar kelib boshlaydi. O'sha prostata bezidan mayda-mayda kapillyarlar qon chiqaradi. O'sha asosda qon kelishlar boshlanadi peshobdan, peshob yo'lidan. Keyin ikkinchi zarari bu asosda gormon, erkaklik gormoni bor, testosteron susayib ketadi. Testosteron susayib ketgandan keyin xohishlar ertaga xotin olganingizdan keyin oilador bo'lganingizdan keyin xohishlar susayib ketadi. Bir marta yotasi ikkinchisiga yo'q yoki birinchisida ham shu normada 10 minutdan yuqori cho'zilish kerak aloqa jinsi susayib ketadi. Misol 1 minut 2 minutda siz shu bo'shanib qo'yasiz. Uchinchisi bu foiz, spermaning foizi ham tushib ketadi. Ertaga xotin olganingizdan keyin nima 1 yil, 2 yil, 3 yil davolanasiz. Misol yangilik yo'q, homilador bo'lmaydi ayolingiz. Nima sabablar? Mana shu narsa ko'p video tomosha qilgansizlar. Porno asosan hamma gormonlar tushib ketgan. Gormon testosteron normada 10 dan 30 gacha bo'lishi kerak. Bolalar topshiryapti, 5 chiqyapti, 2 chiqyapti. Chunki ko'p porno tomosha qiladi. Keyin mana chiroyli qizlarga boradi, berezinka. Rezinkada bilan ham o'tyapti. Infeksiyalar yuqtirib kelyapti. Infeksiyalar ham asosan foiziga ta'sir qiladi spermaning. Shuning uchun harakat qilinglar, chiroyli qizlarga bormanglar, harom ishlarni qilmanglar. Agar kim xotin olishdan oldin xohlasa analiz topshirsa, kelib topshirsin, foizlarni baland qilib keyin uylansin. Infeksiyalarni hammasini lecheniya qilib keyin uylansa bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Kommentariya, like, podeliska qilinglar, istoriya qo'yinglar. Harakat qilinglarki, misol videoni ko'proq odamlar tomosha qilsin. Yoshlarga foydamiz tegsin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.